Mana bitta full paketda uyimiz tayyor bo'ldi. Chilonzor 11-kvartal, Korolevskiy etaj, 2-etaj. 2 xona, 3 xona qilingan 48 kvadrat uyimiz. Ko'chalari keng, mashina qo'yishga parkovkalari bemalol. Detskiy plashadkalari ham katta. Bitta uyimizda obzorlarni ko'rsatamiz. Interaman, shundoq Shohmet klinikani yonidagi 33-dom. Uyimiz 2-etaj. Adezdan uyimizga kirib kelganimizda chap qo'limizda hojatxonamiz joylashgan. Uyimiz упакованный holatda, sifatli jihozlar bilan to'ldirib qo'yganmiz. O'ng qo'limizda spanligimiz joylashgan. O'rtada zalimiz. Yo'lda bolajonlarimiz uchun detskiy xona qilib qo'yganmiz. Ayollarimizning sevimli xonasi, kuxnyamiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Narxi $71,000.